erim bilan arazlashib qoldim. Romantika qilmaysiz, gul olib bermaysiz desam, Toshkentda romantichniy joy yo'q deydi. Mana ko'ring deb Patrisani videoga olishni boshladim. Ham suvni bo'yida salqingina, ham fotosessiya uchun juda ham chiroyli joy. Bundan ortiq yana nima kerak deb bularga jahlim chiqib yozib oldim. Yengilidan 3 xil pitsa qilishibdi, konus shaklida qaranglar. Buni obzor qilib, chestni atsib bermasam bo'lmaydi. Yana yetmaganiga svejiy morojnilar, svejiy shirinliklar, bularni hammasidan bitta-bitta yeb ko'rish kerak. Birinchi morojnisidan boshladim, juda ham mazali, tabiiy, svejiyligi bilinib turibdi. Ayniqsa olchaligi, nordongina muzdek zo'r ketdi. Uzumli yengicha shirinlik qo'shibdi. Ichlarida uzum nachinkasi muzdekkina. Tishlaganingizda kars etgan tovush chiqarkan. Usti sag'al nordon, ichi shirin maza, вообще zo'r. Qorasini ichida muzdekkina morojniga o'xshagan nachinkasi bor ekan. Endi navbat konusga dedimda, konuslar mazasini ko'rishni boshladim. 3 xil yengicha konus qo'shibdi. Kolbasali, go'shtli, tushonkali menga juda ham yoqdi. Ustilarida kirsillama sirlari, bundan tashqari ichlarida nachinkalari dobri solingan. Yonidagi frilari ham svejiy, kirsillagan bo'lib keldi. Chesnochniy sous bilan вообще zo'r ketdi. Ketchup mayonezlari bilan. Sizlar uchun ichini kesib ko'rsatib beraman. Alfredoga o'xshirkan, lekin shunaqa mazali. Erjonim olib bormaganingizdan keyin mana xotiningiz shotingizdan xohlaganicha yeb ichaveradi deb videolarni tashab qo'ydim. Alamimdan muzdekkina mojitolarni ham maza qilib ichdim. Bu videoni tez eringizga tashab qo'ying, sizni ham olib kelsinlar.